Siz tug'ilgan yilda dunyoda nimalar sodir bo'lgan? Wikipedia ishga tushdi. Insoniyat uchun bilimlar internetda bepul va ochiq bo'ldi. Salvador zilzilasi 6.6 ballik falokat oqibatida 400 dan ortiq odam halok bo'ldi. Mir kosmik stansiyasi Tinch okeaniga qulatildi. Koinotdagi 15 yillik missiya tugatildi. Shrek premyerasi bo'lib o'tdi. Multfilmlar olamida yangi davr boshlandi. Bavariya Valensiyani penaltilar seriyasida mag'lub etib, Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. Farsaj filmi chiqdi. Vin Diesel va Paul Walker dunyo yulduziga aylandi. Pekin 2008-yilgi Olimpiya o'yinlari mezboni etib tayinlandi. Olimpiada o'yinlari ilk bor Xitoyga berilishi dunyoni hayratda qoldirdi. Bill Gates Windows XP operatsion tizimi tayyor bo'lgani haqida e'lon qildi. Afsonaviy yashil tepalik fonini hamma eslasa kerak. 11-sentyabr fojiasi. Nyu-Yorkdagi ekizak binolar terakt natijasida quladi. iPod taqdim etildi. AQSh Afg'onistonga urush boshladi. Garri Potter haqidagi ilk film chiqdi. Uzuklar hukmdori premyerasi. Garri Potter bilan bir qatorda ushbu film fantastika janrini butunlay o'zgartirib yubordi. Sizchi, qaysi yilda tug'ilgansiz? Keyingi videolar aynan shu haqida bo'lishi mumkin.